Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Efirda bizning futbol dasturining navbatdagi soni. O'zbekiston Super Ligasida 17-tur o'yinlari ortda qoldi va an'anaga ko'ra bo'lib o'tgan uchrashuvlar tahlilini yaqin daqiqalar davomida sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. Mehmon sifatida sobiq futbolchi, hozirda murabbiy sifatida faoliyatini davom ettirayotgan Zohir aka Primovni taklif etdik. Assalomu alaykum. Va dasturda hamkasbim Abdulla Nurmonov men bilan birgalikda ishtirok etadi. Zohir aka, Abdulla aka 17-tur gollarga boy o'yinlarni, derbilarni bizga taqdim etdi. O'yinlar ko'p. Dast avval keling Surxon Sog'diyon uchrashuvidan boshlasak va uchrashuvlarni birin-ketin ko'rib chiqsak. Termiz jamoasi borgan sari muammoli holatga tushib qolmoqda. Bu gal mezbon sifatida o'ynadi-yu, lekin Olmaliqda Sog'diyonni jamoasiga yutqazib qo'ydi. Baqoyev esa yaxshi sport formasiga kiritib oldi jamoasini. Mazkur o'yin haqida. Bu o'yin haqida o'sha Surxon ko'rinib turibdi, qiyin ahvolda. Oldingi o'yinlarni ham kuzatdim. Shunga qaramasdan harakat qilyapti. Endi bu yerda har bitta jamoa yutuq uchun harakat qilyapti. Sog'diyonga keladigan bo'lsak, Ulug'bek Baqoyev bilamiz. Har doim maksimalni qo'yadi oldiga, maqsadlar qo'yadi. O'shanga yarasha ko'proq uni jamoasi chiroyli futbol ko'rsatmasligi mumkin. Natijaga keladigan bo'lsak, natija qila oladigan jamoa. O'shanga ham bu yoqda ko'proq o'sha Sog'diyonida ko'proq o'sha xohish ko'proqligi sezildi. O'sha hisobiga o'yindan yutib ketdi deb o'ylayman. Abdulla aka, uchrashuvda Surxon jamoasi dastlab hisobni ochgan edi. Farruxjon Qodirov gol muallifi bo'lgandi. Sog'diyonada nihoyat Doriyev gol urmadi-yu, lekin qolganlar gol urishni uddalashdi. Ha, bu o'yinda baribir oxirigacha kurash kutilgandi. Surxon bilan Sog'diyona bahsida aytish kerak, murabbiy masalan Surxonda o'z jamoasini qurdi. Anvar G'ofurov chempionatni eng yaxshi o'tkazayotgan murabbiylardan biri. Juda kamtarin tarkib bilan har turda gapiryapmiz. Juda ham yaxshi jamoa shakllantirgan. Lekin qaysidir vaziyatlarda, qaysidir o'yinlarda, qaysidir turlarda mana shu yigitlarni ham to'liq formada ushlab turish qiyin. Menimcha xuddi shunday holat yuzaga keldi. Bo'lmasa Surxon bu o'yinda masalan durang o'ynashi ham mumkin edi. Aytmoqchimanki, har turda o'z boshidan bir bosh baland sakrayapti-da ular. O'sha Namanganda boy bergan o'yinda ham shunaqa futbol ko'rsatdi jamoa, lekin bu safar unday qila olmadi. O'zi har gal Surxon ikkinchi raqamli jamoa sifatida qaraladi. Tarkib nuqtai nazaridan Mashal bilan o'ynamasa, qolgan jamoalar bilan o'yinda endi to'g'ri Qizilqum bilan ham tarkibi deyarli teng bo'lishi mumkindir balki, lekin unda ham alohida futbolchilarni solishtirsa, Surxon tarkibidan kuchliroq navoiyliklar tarkibi. Qizilqum jamoasi transfer oynasida tarkibni kuchaytirib oldi. Surxon aksincha bir necha yetakchi yo'qotishlar bo'ldi jamoada. Ya'ni ayrim o'yinchilar ketdi. Xullas aytmoqchi bo'lganim, Anvar G'ofurov shunday tayyorlab keldi o'yinlarga va bu safar lekin o'sha yigitlar odatiy o'yinlarni, ya'ni bir bosh baland sakray olmadi. Shuning evaziga mag'lub bo'ldi. Shuning uchun Surxonning mag'lubiyatini men tabiiy qabul qildim. Sog'diyonga keladigan bo'lsak, Sog'diyonda o'sha bu yerda Zohir aytib o'tganidek, so'zsiz Baqoyev jamoada o'zini bir talablari bilan jamoani yaxshilayapti. Ikkita mag'lubiyatdan keyin, o'z tanaffusdan keyin o'ziga keldi bu jamoa. Oxirgi ikkita turda mana g'alaba qayd etyapti. O'zi g'alaba tempini ushlab olish yoki mag'lubiyat ko'chasiga kirib qolish futbolda bu futbolchi yaxshi biladi baribir. Muhim jihat deb o'ylayman. Sog'diyona g'alaba tomon yo'lakchasiga o'tib oldi. Endi ular uzoqroq davom etishi mumkin. Chunki Doriyev gol urmagani bilan baribir bu o'yinda ko'rdik, yetakchilar bordi. Sog'diyonani tarkib e'tibori bilan o'sha 8likka kiritsa bo'ladi. Masalan, O'rinboyev istalgan jamoada menimcha Super Ligada yaxshi formaga kirsa, ajoyib hujumchida. Boshqa pozitsiyalarda ham mana shunday o'yinchilar bor. Qolaversa, Doriyevdan tashqari legionerlar ham yaxshi tanlangan deb o'ylayman. Shuni hisobiga Sog'diyonada faqat o'sha ikkita o'yin Jahon chempionatidan keyin qayta start olgan Super Ligada ikkita o'yin juda og'ir kechdi. Undan keyin o'ziga kelib oldi jamoa va bu tempni davom ettirsa kerak keyingi turlarda. Rahmat. Demak, uchrashuvda Farruxjon Qodirov Surxonni hisobda oldinga olib chiqqan edi. Keyinchalik Sog'diyona iroda
namoyish etib, Samandarjon Mavlonqulov hisobni tenglashtirdi. Keyinchalik Ollobergan Karimov va Zinan Zaymovichning gollari Jizzax klubiga 3 ochko taqdim etyapti. So'g'diyonada navbatdagi g'alaba, Surxon esa bosh murabbiysiz, jamoa sardorisiz o'yinni o'tkazdi. O'sha Shamsiyevni ko'p ta'kidladik, jamoada qolgan eng katta tajribali o'yinchilardan biri deb. U ham yo'q edi. Himoyada barchasi parchalanib ketdi. Xullas, Surxon bu gal ham mag'lubiyatga uchrayapti. Navbatdagi o'yinga e'tibor qaratsak, Vodiy derbisi qiziqarli bo'ldi. Bobur Arenada bo'lib o'tgan bahs va yakunda Neftchi so'nggi daqiqalardagi gollar evaziga yirik hisobda g'alaba qozondi. Asosiy daqiqalar nazarimda teng kurashlar ostida kechdi. Sizlarda fikr qanday? Vodiy derbisiga keladigan bo'lsak, to'g'ri o'yinda tengma-teng bahs ketayotgandi, lekin o'sha qizil kartochkagacha. Lekin men o'ylashimcha baribir qizil kartochka bo'lmaganda ham o'sha vaqtlari kelayotgandi, 60-70 minutdan keyin baribir Neftchi qo'shardi, chunki tarkib unda ikkita bir xil tarkib bor. Zaxiralardan kuchaytirib o'yinni olib chiqib ketsa bo'ladi. Ko'p o'yinlarni kuzatdik. Ko'p o'yinlarda shu sezildi. Masalan, u qaysi pozitsiyada o'zgarish bo'lmasin, Neftchining o'yini o'zgarmayapti, kuchaytiryapti. O'sha faktor ko'p o'yinlarda o'ylayman jamoa g'alaba qozonib ketyapti o'sha faktor bilan. Andijon keladigan bo'lsak, baribir bilamiz, o'z uyida yaxshi o'yin o'tkazadi, baribir muxlislari bor, oldiga chorlaydi, anaqa qiladi. Baribir bu yoqda xohlaysizmi, baribir klassda ozgina Neftchi sal ustunroq deb o'ylayman. O'ylashimcha, qizil kartochka bo'lmagan taqdirda ham, endi bunaqa yirik hisob bo'lmasa ham, Neftchi baribir o'zi xohlagan natijani olib ketadi deb o'ylayman. Zohir aka, Abdulla aka, o'yindan oldin baribir umumiy tarkib jihatidan Neftchi favorit edi, lekin o'yinni startini ko'rib menda shunday xulosa bo'ldiki, go'yoki teng kuchli jamoalar maydonga chiqib kelgandek va o'zaro o'ynayotgandek. Andijon nimani evaziga mana shu qo'sha oldi? Dastlabki daqiqalarda favorit maqomini yo'qqa chiqarib tashladi Neftchini. Endi o'zi Andijonni uydagi o'yinlari bayramga aylanib ketadi, Vodiy derbilari esa butunlay katta bayram bo'ladi. Va aynan mana shu atmosfera, muxlislarni o'sha oldinga boshlashi, derbi degan nom Andijon futbolchilariga ichki bir tabiiy ustunlik beradi. Futbolchilarni o'zi kechilmadi bu. Derbida maydonga tushib, unda mezbon bo'lish mas'uliyati Vodiyda har bir jamoada bor. Neftchi ham uyda shunaqa o'ynaydi, Andijon ham, Navbahor ham va aynan yarim soatli o'yin bu aldamchi o'yindek ediki, biz o'yindan keyin ham savol sifatida mana siz beryapsiz-da. Ya'ni Andijonni mana shunaqa 90 daqiqa bir xil tempni ushlab tura olmasligi taxmin qilingan va o'yindan keyin ham muhokama qilinyapti. Demak, bu qarashlar to'g'ri. Va bunga undagan jihat bu albatta mezbonlik faktori. Sabab tarkiblar baribir. Neftchining tarkibi kuchli, mukammal va bu tarkib bilan menimcha Neftchi istalgan jamoa bilan, Paxtakor bilan tarkib e'tibori bilan raqobatlashishi mumkin. Paxtakor Neftchi bilan, qolgan jamoalar tarkib bilan raqobatga kirisha olmaydi Neftchi bilan. Lekin tarkiblarni bunday o'yinlar sursa bitta taym chetga suradi. Lekin ikkinchi taymda Zohirboy to'g'ri aytib o'tdi, pishib yetilayotganda Neftchi endi o'yinda masalan birinchi raqamda o'ynab, maydonni ko'p hududlarni o'ziniki qilib olib, raqib charchaydi, to'p masalan bitta jamoa nazoratiga ko'proq o'tadi. Tabiiyki ikkinchi tomon himoyalanganda ham xatolar qila boshlaydi. Chunki Superligani darajasi shunaqaki, hozir oldin u himoyalangan jamoa charchamasdan ham gol o'tkazmasligi mumkin. Hozir himoyalangan jamoa ham katta kuch yo'qotadi. Ayniqsa bunday o'yinlarda, yuqori suratda o'tadigan o'yinlarda va shuning uchun vaqti yetib kelayotganda o'zi Neftchini gol urishi, lekin 0-3 bo'lmasdi deb o'ylayman men, qizil bo'lmaganda. O'sha 52-daqiqada qizil kartochka bo'lgan bo'lsa, bir necha daqiqadan keyin Neftchi gol urdi. Bir daqiqadan keyin Andijonning himoyasi sochildi. Tabiiy 10 kishi bo'lib qolgandan keyin o'zi ikkinchi raqamga o'tgandi jamoa va 10 kishi bo'lib qolib ham
ustiga ustak gol o'tkazib yuborgandan keyin Tavakkal oldinga o'tishi kerak edi. Va oldinga o'tganda ham Neftchi to'pni bermadi. Markazda kutib oldi va bu yog'iga teng kechdi. Andijon bosib tashlay olmadi. 11 ga 11 bo'lganda balki bosishi mumkin edi. Keyin o'yinning qolgan daqiqalarida kerak vaqtida hujumga o'tib Neftchi hujumga o'tib keyin gollarni urganda ham pozitsion hujumlardan uryapti-da va bu jamoani mana katta hujum guruhi oldinga o'tishi, Odilovning pasini qarang. Peritsa gol uryapti. Kofu ham bu uchrashuvda Kofi o'sha yangi futbolchi o'zini ko'rsatdi. Koddivarlik o'yinchi, u O'zbekiston chempionatiga juda ham zo'r moslashdi. Mana uning goli. Menimcha bu futbolchidan endi Ili Chempionlar Ligasida ko'p narsa kutsak bo'ladi. Neftchi bugungi kunda barcha shart-sharoitlarga ega bo'lgan Markaziy Osiyodagi kamsonli jamoalardan biri. Va taklif juda ham zo'r bo'lgan. Bunaqa yaxshi saviyadagi futbolchini olib kelish uchun taklif zo'r bo'lishi kerak. Bizning chempionatimizni darajasi baribir Osiyoda o'sha Yaponiya, Janubiy Koreya yoki Saudiya amirliklar Qatardan keyingi o'rinlarda turishini hisobga oladigan bo'lsak, o'zi Saudiya darajasidagi amirliklar darajasidagi legionerda bu. Kelsa o'sha mamlakatlarga kelib o'ynaydigan futbolchi. Men shunday tasavvur qilyapman uni va xuddi ular taklif qiladigan o'sha oylik maoshlarni biznikilar taklif qilgan Neftchi. Shuning uchun u shartnomaga qo'l qo'ygan deb o'ylayman. Bu katta transfer deb o'ylayman va o'sha bir o'sha topilma bo'lib qoladigan futbolchilar, legionerlar bor-ku bizga kelib, serbiyalik bo'ladi, ular oshib borsa balkonlik o'yinchilar Afrika tomonlaridan kelsa, darajasi zo'r bo'lsa, nemeli bo'ladi-da. Masalan, o'zimizning o'yinchi bo'lib qoldi-da u ham, masalan, hujumchilarimizdan zo'r emas. Hozir ham Qo'qonda ijarada o'ynayapti. Unaqa emas, menimcha bu ulardan bir bosh ustun. Birinchi o'yindagi bitta gol bilan maqtamoqchi emasman, gol urmaganda ham aytmoqchi edim. Qarab o'rganib chiqdim. Bu futbolchi potensiali juda yuqori va Neftchini haqiqiy yetakchisiga aylanadi. Qanchalik moslashib ketishiga ham bog'liq. Moslashuv birinchi derbida zo'r bo'ldi va o'ylayman Chempionlar Ligasida katta foyda keltiradi. Zohir aka, siz nima ko'rdingiz? Aynan Kofi Kuauda. Ko'rinishdan yaxshi saviyadagi legioner. Endi baribir yana hali o'yinlarni ko'rish kerak. Hozir birinchi o'yindan to'liq 100% baho berish qiyin. 2-3 o'yin kuzatsak, yana yaxshiroq baho berishimiz mumkin. Lekin hozir shu ko'rsatgan o'yinidan ko'rsa bo'ladi, yaxshi saviyadagi legioner. Chunki bejizga o'sha Chempionlar Ligasida adashmasam, Jokichni chiqarib, buni kiritildi adashmasam. Jarohat ham bor edi. To'g'ridan to'g'ri Fransiya chempionatidan kelyapti. Top 5 dan kelyapti-da. O'zbekiston chempionatiga. Top 5 dan kelyapti. Yana o'zi transfer narxi ham adashmasam eng qimmat. Chunki yaxshi saviyadagi legionerlar. O'sha Alahli yoki Alhilo Al-Nasr ham chaqirsa shuncha shunaqa narxdagi o'yinchilarni chaqiradi-da. Xullas, derbida muxlislik borasida rekord qayd etildi. Mavsumdagi eng ko'p muxlislar soni tushgan o'yin bo'ldi. Stadion to'ldi. Faol muxlislik uchun nafaqat bu Andijonda, Farg'onadan juda ko'plab muxlislar bordi. Namangandan aynan mana shu o'yinni ko'rish uchun juda ko'plab muxlislar borganligini teleekran orqali tomosha qildik. Xullas, zo'r atmosferani guvohi bo'ldik. Bu davomiy bo'lsin. Andijon jamoasiga ham keyingi uchrashuvlarda omad tilaymiz. Neftchi esa mana shu g'alaba evaziga jadvalda yetakchiligini mustahkamlab oldi. Odilov, Peritsa va Kuauning gollari jamoaga 3-0 hisobdagi g'alabani taqdim etmoqda. Yana bir markaziy maqomida o'yin bor edi. Bu Buxoro OKMK ko'proq 3-o'rin yoki medallar uchun kurashni davom ettirayotgan ikki jamoaning raqobati. Yakunda Buxoro 2-0 hisobda g'alaba qozondi. O'yin jihatidan o'zi Buxoro yaxshiroq ko'rindi. Aynan mana shu uchrashuv haqida. Buxoro OKMK bu Buxoro juda ham hayron qoldiryapti, chunki hamma boshida o'sha birinchi davrada ham ko'rdik, yaxshi o'yinlar o'tkazdi, ko'rsatdi. Men o'zim ham to'g'risi endi bunchalik stabil o'tkazadi, sezon o'tkazadi deb o'ylamagan edim. O'sha ruhda davom etyapti. Ko'rinib turibdi, jamoa sifatida o'sha bir-birini yaxshi tushunish juda ham to'g'ri yo'lga qo'yib oldi deb o'ylayman. Bu murabbiy Xamikov to'g'risida men juda ko'p aytganman, yana aytaman shu narsani. Taktik bo'yicha
O'zbekistonda eng yaxshilardan bittasi taktika tomonlama ishlash bo'yicha, yana har bitta o'yinga tayyorlanish bo'yicha qanaqa o'rganib chiqish, ham standartga ham yaxshi ko'proq e'tibor beradi. Bu o'yinda ham adashmasam bitta standartdan urildi. Birinchi gol standartdan, ikkinchi gol ham deyarli standart. Deyarli, O'sha jarima maydoniga qanotdan pas, bosh bilan zarba. Bu Buxoro jamoasini shu murabbiy jamoasi desak ham bo'ladi. Chunki bu murabbiyga qanaqa xohlagan tarkibingizni berishingiz mumkin. Bu o'sha Andijonda ham ko'rsatdi, ishlagan joylarda hamma joyda ko'rsatgan. Mash'alda to'g'ri yo'lga qo'yib, to'g'ri tizimli futbol yo'lga qo'yib, natijalar qayd etadi. O'ylashimcha yaxshi o'rganib chiqqan AGMKni, uyida bari yaxshi o'yinlar o'tkazyapti Buxoro. Men bu o'yinda endi yoki durang yoki Buxoroning g'alabasini kutgan edim. Buxoro g'alaba qozondi. AGMKga keladigan bo'lsak, AGMK ko'proq o'yinlarni kuzatdim. Uydagi o'yinlarda juda ham yaxshi o'yinlar o'tkazyapti. O'ylashimcha shu yaxshi jamoa, Buxoro jamoasi yaxshi o'rganib chiqqan. O'zini vaziyatlarini kutib, vaziyatlarni urib ketdi, g'alaba qozondi. Abdulla aka, bu o'sha baribir jamoaviy o'yin ko'rsatishda eng liganing yaxshi ikkita jamoasi bahsi edi. Bu markaziy o'yinlardan biri edi. Oqladi deb o'ylayman maqomini, mana shu markaziy o'yin maqomini. OKMKda baribir futbolchilarni umumiy darajasi bu Mirjalol Qosimovning o'sha jamoaviy futbolga katta urg'u berish natijasida o'zi muvaffaqiyatlar ko'pdi. Kambeklar, bu xarakterdir kambek, lekin jamoaviy o'yin evaziga bu mavsum OKMK o'zini har jihatdan ko'rsatyapti. Lekin alohida bir ajratish kerak bo'lgan futbolchilar bo'lsa, familiyalar bo'lishi mumkindir. Abdurazokov masalan yoki Xolmurodov, lekin u yarq etib klubni yaxshi o'yinchisi deb aytsa bo'ladi-da ularni, lekin ligani yaxshi o'yinchisi deb yoki unga da'vogar deb ham aytsa, masalan ko'pchilik ishonmaydi. Menda shunaqa tasavvur bor. Boshqa o'yinchilarga nisbatan ham shunaqa fikr bildirish mumkin. Lekin Buxoroni ham murabbiy gap so'z bo'lishi mumkin emas, zo'r. Xamikov taktik murabbiy, lekin shu bilan birga tarkibda ham bir qancha yetakchilar bor-da. Esonov ligadagi eng yaxshi markaziy yarim himoyachilardan biri deb o'ylayman. Bu o'yinda ham kerak nuqtada paydo bo'lib gol urdi va u bunga o'xshash gollarni o'zi mavsumda ko'p uryapti. Jarima maydonchasida to'pni kutib, joyida paydo bo'lib urish bu tasodiflar bo'lmaydi-da, baribir joy tanlash kerak. U yerda futbolchi kerak nuqtada paydo bo'lyapti. Tasodif bir marta bo'ladi, lekin 3 tami 4 ta mavsum davomida shunaqa gollar urdi. O'sha birinchi turdan boshlaganda eslayman. Mavsum birinchi turdan gol urishni bu futbolchi shu uslubda va Rodich haqida masalan u hujum chizig'ida bugungi kunda ligadagi eng yaxshi 5 ta hujumchidan bittasi yoki 3 tadan bittasidir. Xayrullaevlar bor, yoshlar masalan yaxshi fikrlab o'ynaydigan va jismoniy taraflama kuchli, bundan keyin o'sadigan yoshlar ham bor-da. Masalan o'tgan mavsum Po'latov shunaqa potensiali hali juda yuqoriga ko'tarish mumkin bo'lgan o'yinchi sifatida qaralganda Neftchiga transfer qilindi masalan. Va Xamikov shunaqa futbolchilarni tanlab yaxshi jamoa shakllantirdi. Xamikovni natijalarini zo'rligi demak futbolchilari bilan ham bog'liq deb o'ylayman. Va bu narsa kechagi OKMK bilan o'yinda sezildi. O'sha tarkib solishtirilganda men OKMKdagi futbolchilarga nisbatan Buxorodagi o'yinchilarni sal mahorati yaxshiroq deb bilaman-da, alohida solishtirganda. Shuning uchun familiya aytib o'tdim. Aynan mana shu familiyalar hal qildi o'yinni. Va OKMK har doim o'sha hisobni qutqaruvchi rolda bo'ladi-da, kambeklar qiladi. Taym oxirida gol o'tkazib yuborgandan keyin ikkinchi taymda ham xuddi shunga urindi, lekin Buxoro shunaqa jamoaki, bu bizni Superligamizni Atletikosida ular gol urgandan keyin o'tkazib yuborish juda qiyin. O'tkazib yubordi, mavsumda bir marta birinchi hisobda oldinda borganda men bilaman, eslaganim balki bordir shuncha turda. Neftchi 0-1 dan 2-1 qilib ketdi, lekin qolgan jamoalar eslay olmayman. Buxoro birinchi bo'lib gol urgandan keyin yutgan. Buxoro boy bergan. Durang bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana qaysidir o'yinda bo'lishi mumkindir. Balki Lokomotiv bilan ham shunga o'xshash voqea ro'y bergandir. Aniq qarash kerak bunga ham. Aytmoqchiman, Buxoro birinchi bo'lib gol urgandan keyin, ayniqsa uyda juda ko'p kichik hisobdagi g'alabalari bor. Ushlab qoladi. Qo'shilaman. Bu safar mustahkamladi ham.
shundan kelib chiqib hozirgi kunda Buxoroni medallar uchun oxirigacha kurashsa bo'ladi deyish mumkin. Safdan Buxoroni baribir bronza medal uchun kurashdan masalan men shaxsiy fikrim chiqarmayman oxirigacha. Navbahor qanchalik shovqinli o'ynamasin, masalan bu tomondan Nasaf ham bitta yo'lga tushib olib oxirigacha mana shu yaxshi klass namoyish etmasin, Buxoro oxirigacha kurashib o'sha 3-o'rin uchun bemalol bellashsa bo'ladi deb o'ylayman. Mazkur o'yindagi g'alaba Buxoro uchun so'nggi 2 juda murakkab o'yindan tortib olingan 4-ochko edi. O'sha Toshkentda Paxtakor bilan o'yindagi durang g'alabaga teng va mana bu o'yinda OKMKga qarshi bahs ham bemalol 6 ochkolik o'yin va Xamikov jamoasi chindan joriy mavsum medallar uchun kurashni jiddiy maqsad qilganligini ko'rsatdi va o'yinda yana bir qahramon bo'ldi. Sizlar sanab o'tganlardan tashqari Hamroyev darvozabon fantastik futbol namoyish etdi. Adashmasam 3-4 ta juda murakkab vaziyatdan jamoasini goldan qutqarib qoldi. Rodichni golini ham alohida e'tirof etish kerak. U ham so'nggi daqiqalarda gol urib ketyapti. Ya'ni qahramonlari bor. Bu jamoani olg'a yetaklaydigan qaysidir nuqtada yorqin vaziyatlarni yarata oladigan futbolchilari bor. Murabbiy jamoasi va futbolchilari ham hozir yaxshi formada, qoyil qolish kerak Buxoroga. Kichik stadionda uchrashuvlarni qabul qilyapti. Buxoro futbol akademiyasi maydonida arena deyarli to'layapti. Har bir uchrashuvda 6000-7000 muxlis kelyapti. Nazarimda Buxorodek viloyatga va Buxorodek jamoaga kattaroq stadion kerak. Ishlar tezroq rivojlansa va Buxoro shahrida katta stadion qurilsa, bu rejada bor ekanligi ma'lum qilindi. Yaxshi bo'lardi. Menimcha bemalol 15-16 ming muxlisni Buxoro mana bunday o'yin bilan qabul qilishi mumkin. Navbatdagi uchrashuv gollar borasida juda yorqin bo'ldi. Qiyin vaziyatda deyapmiz-u, Bunyodkor akademiya yoshlari bilan juda yoqimli ko'rinyapti. Yangi nomlarni kashf etyapmiz va Bunyodkor sal qolsa Namanganda Navbahordan ochko tortib olishi mumkin edi. Kapadze shogirdlari oxirigacha kurash taklif etishdi va yakunda 4-3 hisobida g'alaba qozonib ketdi. 7 ta gol kutganmidingiz? Bunyodkorda mana bunday o'yin kutganmidingiz? Bu o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, to'g'risi 7 ta gol kutilmagandi. Endi to'g'risi o'yindan oldin Navbahor g'alaba qozonsa kerak, hozirgi vaziyatdan kelib qiyinchiliksiz g'alaba qozonsa kerak deb o'ylagandim. Lekin hozir nafaqat shu Bunyodkor qolgan jamoalar nimasi bilan hayron qoldiryapti. Hamma jamoa qanaqadir jamoalar ochiq futbol o'ynashga o'tdi. Mana shu ikkinchi davrada ayniqsa ko'rilyapti. Chunki o'rtada jahon chempionati payti ozroq nima tanaffuslar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Men o'ylavdimki, jamoalar baribir ozgina formadan chiqdi, vaqt kerak bo'ladi deb o'ylagandim. Lekin jamoalar ko'rinib turibdi, yaxshi ish olib borilgan. Hamma jamoa yaxshi formaga yetib kelgan. Zohir aka shu joyda bitta savol tug'ildi-da, o'zi bermoqchi bo'lib yurganim mutaxassislarga. Qoidalar o'zgardi-ku, temp oshdi. O'sha to'pni o'yinga kiritishda, darvozabonda, yon chiziqdan to'pni tashlab berishda, jarohatlar sabab to'xtalishlar minimallashdi. Bu qanchalik ta'sir qildi? O'ylashimcha yaxshi ta'sir qildi deb o'ylayman. Sezildi, ha? Sezildi. Bu juda ham to'g'ri qaror deb o'ylayman. Chunki ko'plab o'yinlarda ko'rardik. Masalan, ochko juda ham kerak bo'lsa jamoada qo'ldan kelgan hamma ishni qilardi, vaqt cho'zilardi, yotilardi, boshqa. Hozir outlar ham tez o'yinga kiritilyapti. Bu juda ham yaxshi ta'sir qildi deb o'ylayman. O'sha narsa ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Chunki ko'rdim men o'yinlar tezlashgan, ancha intensivniy o'yin bo'lyapti. Jamoalar nimagadir hujumkor o'yin ko'paydi, gollar ko'paydi. Bu muxlislar yutadi bu narsadan. Bu o'yinga keladigan bo'lsak, Navbahor nechta o'yinni ko'rgan bo'lsam, har doim quvnoq o'yin o'tkazyapti, hujumkor. Kapadzeni bilamiz, qanaqa futbol o'ynatadi, aniq qiladi. Men o'ylashimcha, Navbahor hozir ochkolari baribir farq qilishi mumkin. Tepadagi 6-7 ochko. Lekin sekin-sekin o'ylashimcha o'shalarga yaqinlashib, raqobat taklif qiladi deb o'ylayman Navbahorda. Chunki Kapadzeni bilamiz, bu ham
yoshlar bilan bir tajribali o'yinchilar yaxshi jamoa tuza oldi deb o'ylayman. Bunyodkorga keladigan bo'lsak, hozir bu vaziyatdan kelib chiqsak, ko'plab o'yinchilar ketdi, yetakchilar ketdi. Bu o'sha siz aytib o'tganingizdek, boyagi yoshlarga juda ham zo'r imkoniyatda. Zo'r imkoniyat chiqib o'zini ko'rsatib, masalan, keyingi mavsumga o'ziga nima desa bo'ladi, yaxshi takliflar deydimi, o'ziga yaxshi jamoalardan takliflar, albatta e'tiborni tortish. Imkoniyat, zo'r imkoniyat bo'ladi o'zini ko'rsatishga deb o'ylayman. O'sha sababdan ham Bunyodkor gol o'tkazsa ham qo'lini nima qilmayapti, tushirmayapti, oxirigacha kurashib, mana shunaqa o'yinlar ko'rsatyapti. Yutqizgan bo'lsa ham Bunyodkor jamoasiga qoyil qolsa bo'ladi, yaxshi o'yin o'tkazdi deb o'ylayman. O'sha hujumkorlik oshdi deb aytib o'tdingiz-ku chempionatimizda, jahon chempionatidan keyin. Bu raqamlarda ham ko'rinyapti. Mana birinchi turda 19 ta, ikkinchi turda 18 ta gol urilgan ekan. Jahon chempionatidan keyingi turlarga e'tibor qaratsak, 13-turda 28 ta, 17-turda ham 28 ta to'p kiritilgan. 10 ta, 11 ta gol ko'proq urilyapti. Bu hozircha ligani joriy mavsum uchun rekordi. 18 ta 28 ta gol, ya'ni 10-11 taga yaxshilanmoqda. Bu raqamlarda ham ko'rinyapti va tomoshaboblik ham oshib bormoqda. Abdulla aka, men Navbahorning himoyasi haqida sizdan so'ramoqchiman. Hujumi zo'r, eng sermahsul jamoalardan biri, eng quvnoq jamoalardan biri. Lekin Kapadze jamoasi agar natijani qo'lga kiritaman desa, chempion bo'laman desa, himoyasi ham mustahkam bo'lishi kerak. Ha, qo'shilaman, himoyasi bo'sh. Masalan, faqatgina katta uchrashuvlarda oldingi chiziq vakillari ham himoyaga ishlab berganda natija bo'ldi, to'g'rimi? Katta o'yinlarga tayyorlaganda, masalan, Neftchi bilan Durangda, shu Neftchi bilan Durangda ham himoyani xatosi bilan oxirgi daqiqalarda g'alabani boy berib qo'ydi. Ha, u yerda standart edi, pozitsion noto'g'ri joy tanlash edi, lekin boshqa jihatda o'sha umumiy butun jamoa himoyalanganda ochko ishlayapti. Bu katta o'yinlarda, masalan, Navbahor foydasiga ishlaydi. Lekin har turda butun jamoa mana masalan, Navbahordek tarkibga ega bo'lgan jamoa har qanaqa turda ikkinchi raqam bo'lib o'yinning ma'lum qismini o'tkazmaydi-da. Futbolchilar ham buni ongli ravishda tushunadi, murabbiylar ham. Va Bunyodkor bilan masalan yoki Mashal bilan yoki boshqa jamoalar bilan aytaylik, mayli, o'sha 10-o'rindan 16-o'ringacha deylik, 6 ta jamoa bo'lsa, tarkibi ham shunga yarashadi. Ulardan Navbahorning tarkibi kuchlimi? Navbahor birinchi raqamda o'ynaydi. O'rtadagilar, qanotdagi vingerlar, hujumchilar qaytmaydi orqaga. Bunaqa paytda himoyani o'zi ishlagan paytida bo'sh himoya. O'z darvozasidan 3 ta gol o'tkazib yuborgan jamoa bo'sh bo'ladi, himoyasi. Va yillar davomida Kapadzening o'zi ham menimcha buni tushunib yetyapti. Chempionlik uchun kurashadigan jamoa qurilyapti hozir. Bu yil baribir xohlaymizmi yo'qmi, Navbahor chempionlik poygasiga aralasha olmasa kerak. Balki elit ligada Neftchi bilan Paxtakor og'ir o'yinlar o'tkazganda yaqinlashib qolar, kimdir, Navbahormi boshqalarmi, lekin shunda ham bu ularga xalqaro musobaqadan voz kechib ichki chempionatga e'tibor qaratmasa medal ola olmaydi yoki chempion bo'la olmaydi degan chalik xalaqit qilmasa kerak. Chunki Nasafda shu bir yil shunaqa bo'ldi, chempion bo'lgan yilda liga o'yinlarini qurbon qilib, chempionatga kuch tashlab chempion bo'lgandi-yu. Menimcha unaqa qilib chempion bo'lmaydi, Paxtakor bo'lsa ham, Neftchi bo'lsa ham. Shuning uchun Navbahor bo'ladi tarkib e'tibori bilan ularga raqobatchi desa, himoyasi bo'sh. Va bu o'yinda ham ko'rindi. Navbahorning himoyasida muammolar bor. Lekin bu muammolarni o'sha to'liq to'rttalik emas, yopsa bo'ladigan, masalan, Kapadzening o'zi yaxshi biladi. Balki o'sha markazdagi o'yinchilarning bittasini o'zgartirib yoki qanotdan ko'proq qanotlardan hujum o'tkazib yuboryapti. Kecha jamoaning o'ng tomon himoyasi bo'sh ishladi. Va aksariyat Bunyodkorning hujumlari, gollari o'sha Bunyodkor uchun chap tomondan uyushtirib kiritildi. O'sha 3-golga e'tibor bergan bo'lsangiz, u yerda ijro dahshatli edi. Va baribir bu o'yin o'ziga xos kechdi. Buni aytish kerak. Bunyodkor futbolchilaridagi hozir sharoitdan kelib chiqib o'zini ko'rsatishga xohish ham bo'ladi, keyin bosimsiz hamda natija murabbiyning oldida ham, klub rahbariyati oldida ham, kerak bo'lsa muxlislar oldida ham bir yutqazib qo'ysak, juda uyaladigan sharoitda emasda futbolchilar. Bosimsiz o'ynaganda sportda ko'p narsa o'xshab ketaveradi.
chunki bir yili Bunyodkorda 2018da zohir adashmasam taxminan aytaman, Mirjalol aka bosh murabbiy edi. Shu yoshlar qolganda, hamma yoshlar qolgan, akademiya tarbiyalanuvchilari, bitta ikkita tajribali o'yinchilar, G'iyosovlar bor edi, Ahmadaliyevlar. Jamoa inqirozga uchragan. Kerak bo'lsa o'sha borib kelish pullarini ham men eshitganman, Mirjalol aka yonidan sarflagan klubni ushlab qolish uchun. Bir necha tur shunaqa mehmonxonalarni ham shunaqa bo'lganda sharoit. Keyin jamoa mavsumni 5-o'rinda tugatganda 6 ochko yechib olingandi. O'sha Rivaldo masalasida shunda ham qandaydir masalada FIFA 6 ochko olib tashlaganda, olmaganda 3-o'rin bilan mavsumni tugatardi. Vaholanki u paytda 12 ta jamoa edi, 6 talik ikkita davrada aniqlanib olinib, 4 davra bo'lardi-da. Format bir o'zgargandi-yu. O'sha 6 talik o'zaro bahslashardi. 6 talikka kirib, unda ham shunaqa 3-o'rin ochkolar yechilmasa 3-o'rinni egallash, o'sha Mirjalol Qosimov tuzgan Bunyodkorning sostavi o'z boshidan 3 bosh baland sakraganda, shunaqa sharoitda. Aytmoqchiman, bunaqa paytlar Bunyodkorda bo'lgan oldin ham, keyin qaytishlar yaxshi bo'lib ketgan. Hozir ham menimcha hammasi oldinda. Abramovda bir shunaqa, Abramov bosh murabbiy bo'lganda Bunyodkorda qiyinchilik bo'ldi. Qiyinchiliklarda toplangan jamoa va mana shunday pallada akademiyasi borligi yutug'ida. Chunki akademiyasi mustahkamligi uchun ham Nasaf qiyinchilikdan zo'r chiqib ketdi. O'z vaqtida Paxtakor chiqib ketdi. Mana bir necha marta qiyin holatga tushib qolgan Bunyodkor yana qayta oyoqqa turayapti. Akademiyasi agar mana shunday bo'lmaganida u jamoalar hozir yo'q bo'lardi. Mana nechta jamoamiz yo'q bo'lib ketgan, u vaqtida juda bir kuchli bo'lgan chempionatda chempionlikni qo'lga kiritgan, lekin hozir yo'q. Mana shunday yo'qolib ketardi. 40 ga yaqin zo'qirda, mana faktlar bilan gapirsak, 40 ta atrofida Superligada jamoalar o'ynagan, shunaqada nomi qolgan qog'ozda, o'zi yo'q. Butunlay faoliyatini yakunlagan. Ertaga qiyinchiliklarga tayyor bo'lish uchun bugun yoki kecha o'zi poydevorni qo'yib qo'yish kerak edi. Bugun ham kech emas. Qolgan jamoalar ham qanchalik tez mana shu yo'lga o'tsa, akademiyalarni rivojlantirsa, shuncha o'ziga ham, o'zbek futboliga ham foyda. Bunyodkor mana shuni evaziga hozir kurashni ushlab turibdi. Aks holda bu jamoa, bilmadim, chempionatni ham tugatish qiyin edi. Navbatdagi o'yinga e'tibor qaratamiz. Bu ham ancha yorqin, bu ham ancha qiziqarli gollarga boy o'tdi. Samarqandda bo'lib o'tgan bahs Dinamo va Xorazm jamoalari o'zaro to'qnash keldi va yakunda 2-2 hisobi qayd etildi. Dinamo yuta olmadi. Xorazm safardan muhim ochko bilan ortga qaytyapti. To'g'ri, Dinamo yuta olmadi. Dinamo o'zi yutib turuvdi. O'sha ular o'sha hisobni ushlab qolishga harakat qildi. Oxirgi daqiqalarda keyin Xorazm foydalandi. Zohir aka, shu Avram jamoalarida bu bilmadim, tamg'ami, kasallikmi, juda bir oddiy gollar ko'p bo'ladi. Qiyinchilik bilan raqib darvozasiga to'p kiritiladi-yu, lekin o'tkazib yuboriladigan gollar kulgili. Bu narsa o'sha boya aytib o'tganingizdek, Navbahorda ham aytayapmiz-ku, mana himoya kuchsizroq deb. Sababi bu ikkita murabbiyni ham bilamiz, qanaqa futbol o'ynashini. Abramov ham faqat hujumkor futbol. Unda anu narsa yo'q. Himoyada o'tirib, himoyani ushlash degan narsa yo'q-da. Hujumkor o'sha hisob ushlash kerak bo'lsa ham unda jamoalarni bilamiz. To'pni nazorat qilib, o'shanda hisobni ushlashi mumkin-da. Umuman yopilib olib, orqada yotib olib ushlaydigan jamoa emas. Bu o'yinda o'sha o'yin oldi aniq edi, shunaqa bo'lishi, chunki ko'proq to'p nazorati Dinamoda bo'lardi, aniq. Xorazm o'sha o'zini vaziyatlarini kutib, qarshi hujumlarda urib ketishdi. O'yin o'sha Abramov kutgandek tugayotdi, 2-1. O'sha adashmasam standartdan urib ketildi ikkinchi gol. Xorazm o'sha bu jamoada, Abramov jamoasida aksariyat o'sha standartlarda, keyin ko'proq qarshi hujumlarda goldan ko'ramiz. Sababi qabul qilib oladi. Qabul qiladi. Sababi o'sha bu hujumkor futbol o'ynaydigan murabbiyda. U masalan o'sha himoyachilar ham, qanot himoyachilar har doim hujumni qo'llab-quvvatlash kerak, chiqish kerak oldiga. O'sha sababdan ko'p o'yinlarni kuzatdim. Qarshi hujumlarda ham ko'p gol o'tkazib yuborildi. Xorazm o'yinni oldin shunaqa rejada kelgan edi. Ko'rinib turuvdi, o'sha o'zini vaziyatini kutadi, qarshi hujum. Mana bu yerda xato ham bo'ldi.
birinchi golni. Shu o'ylashimcha Dinamo ozgina o'sha hisob 2-1 bo'lgandan keyin yana qo'shib yana bitta gol urib olganda bemalol tugatib olsa bo'lardi. Ular endi ozgina o'sha ananga berildi deb o'ylayman. 6-2. Qo'shilaman. Dinamo hujumni yaxshi ko'radigan jamoa. Abraham shunaqa uslubdagi murabbiy, lekin o'zi baribir so'nggi 2 yilda Abraham biroz himoyani ham o'ylaydigan murabbiy bo'ldi. Dinamo juda ko'p o'yinlarni himoyada ham yaxshi o'tkazdi. Endi ba'zida bo'lib turadi endi bunday o'yinlar. Chunki Xorazmga baho berish o'zi qiyin. To'g'ri, Abraham Xorazmni mukammal jamoaligini bilsa kerak. Mukammal qaysi ma'noda? Murabbiy jamoasida. O'sha Tokovni Xorazm jamoasini o'yin uslubi menga yoqadi. Juda Shuni aytmoqchi edim, o'zi Abdulla aka alohida hurmat qiladigan uslub jihatidan. Uslub jihatidan Tokov juda yaxshi o'yin quradi. Raqibdan kelib chiqib ham o'yin quradi. O'zi agar xato bo'lmasdan 2-1 Dinamo yutganda bu Dinamo uchun katta g'alaba bo'lardi. Xorazmni yutish masalan hozir oson ish emas, juda murakkab ish. Masalan, ancha katta tarkibi kuchli jamoalarni yutsa bo'ladi, lekin Xorazmni yutish qiyin. Hozir ham 2 ta gol urdi Dinamo. Bu o'yin Dinamo uchun 2-2 ham yomon natija emas. Neftchi bilan o'yindagi 0-0, bu o'yindagi 2-2 farqli o'yinda. Bu yondashuv bilan bog'liq bo'lsa kerak baribir. Xorazm bilan Abraham qanchalik yaxshi bilmasin Tokovni, qanchalik tayinlamasin, futbolchilarda munosabat baribir Paxtakor yoki Neftchiga qarshi maydonga tushyapmiz deb o'ynamaydi-da Xorazm bilan Dinamo o'yinchilari. Shu narsa ham ko'p narsani endi yakuniy natijaga ta'sir qiladi. Futbolchining maydondagi o'sha o'y xayoli, fikrlashiga ta'sir qiladi bu. Va keyin bu o'yinda bitta narsani aytmoqchi edim. Baribir Dinamoni ham o'zini asosiy futbolchilari bordi. Abraham ham o'yindan keyin aytib o'tdi, biz yetakchilarsiz o'ynayapmiz deb. O'sha Aziz ham bo'lganda baribir boshqacha yo'nalishda hujumlar bo'lardi. Boshqacha uslubda va hujumlarning aksariyati 50% ijobiy natija bilan tugardi. Masalan, to'g'ri Hoji Mirzayev jamoada asosiy hujumchi, lekin Omonovning ham o'rni katta. Va keyin O'rozovning ketishi ham baribir usiz Dinamo himoyasi qanaqa? Buni ham bir vaqt kerakda yo'lga qo'yib olish uchun. Bitta asosiy himoyachisi ketyapti. Ko'pchilik adashtirib qo'ydi-da. O'rozovni potensiali, uning imkoniyatlari haqida hamma har xil fikrlaganligi u terma jamoa darajasida yomon bo'lishi mumkin. U terma jamoaga chaqirilgandan keyin kamchiliklarni ko'paytyapti-yu hamma, xarakterini yo boshqa. Lekin u klub darajasida yetakchi, Superliga darajasida ham bo'lib ham Dinamo darajasi. Superligada ham Abdumajidov bilan raqobat qilsa Paxtakorda masalan markaziy himoyachilar bilan uni gapirsa bo'ladi kamchiligini. O'sayotgan yigitlar bilan yoki hozirgi eronlik o'yinchisi keldi-yu, Purlaganjini, o'sha ikkalasi markazda o'ynasa, Hamraliyevni hatto Navbahorga qo'yib yuboryapti o'sha hujum himoyachi uchun Paxtakor. Lekin Dinamo uchun Abramov ba'zi yarim himoyachilarni himoyada o'ynatyapti-da. Qodirqulovni ham qanot himoyachisi qilib o'ynatdi masalan. U hujumchi bo'lgan. Stanoyevich ham juda ko'p markaziy himoyada to'p tepadi. Shunaqa. Yarim himoyachilarni himoyachi qilib o'ynatadigan jamoada asosiy himoyachining yo'qligi va usiz jamoani o'yinni qurib olish uchun vaqt kerak deb o'ylayman. Shuning uchun Dinamoning 2-2si yana Xorazm bilan unaqa juda bir yomon natija emas. Mag'lubiyatga uchramaganligini o'zi ham plus qanchalik Dinamo muxlislari masalan uy jamoasi sifatida qabul qilishga o'rganmasin, bunday o'yinlarga ham ba'zi turlarda tayyor turish kerak deb o'ylayman. Rahmat. Yana bir o'yinga e'tibor qaratsak, Samarqanddan uzoqlashmaymiz, aniqrog'i Navoiyga o'tamiz. Qizilqum o'z maydonida Mash'alni qabul qildi. Lushanni Muborakka borishi bir impuls berdi. G'alaba bo'ldi, keyin durang bo'ldi va bu yog'iga yana biz o'sha barchaga ochko ulashadigan va faqat muammolar girdobidagi Mash'alni ko'ra boshladik va Qizilqumga qarshi ham u qadar nima deydi, jiddiy qarshiliksiz yutqazyapti. Navoiy jamoasi bir tomondan omadli jamoa ekan. Bunyodkor safarga bora olmadi va 3 ochkoni qo'lga kiritdi Qizilqum. Mana bu o'yinda deyarli kurashdan chetga chiqayotgan Mash'alni qabul qilib yana navbatdagi 3 ochkoni qo'lga kirityapti. Qaysidir ma'noda Navoiy jamoasi uchun o'ta kerakli ochkolar. Abdulla aka, Zohir aka. Bu o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, to'g'ri, Lushan kelgandan keyin qanaqadir bo'ldi o'zgarishlar natijada. Baribir xohlaysizmi yo'qmi,
ruhan ta'sir qiladi, chunki juda ham jamoani nima desa bo'ladi, turnir jadvalida ham qarasangiz juda ham pastda, tarkib jihatdan ham nima desa bo'ladi, hozir kunda Pro Liga urovnidagi jamoa desa bo'ladi. O'sha baribir Lushan keldi, o'zi harakat qilyapti, qanaqadir o'zgarishlar qilishga, lekin juda ham qiyin bo'ladi. Qizilqum keladigan bo'lsak, Qizilqum shu harakat qilyapti, hozir pastki o'sha o'rinlardan hududdan tezroq hududdan harakat qilib chiqib ketishga jon jahdi bilan. Bu yoqda o'sha Mashalga ko'proq o'sha u ham ta'sir qilyapti, o'yin ruhiyatdan ta'sir qilyaptimi? Baribir tarkib borasida ham qarasangiz, baribir hozirgi kunda ancha boshqa jamoalardan ancha kuchsizroq deb o'ylayman. O'yinda Otabek Jo'raqo'ziyev hisobni ochganda, Shahzodbek Rahmatullayev mezbonlarning ikkinchi golini urdi. Qizilqumni umumiy intilayotgan holati bor, baribir jamoa tarkibni kuchaytirdi, tushunarli. Abdulla aka, Mash'al bo'ldi Pro Ligadami? Menimcha Pro Ligada. O'zi Lushan kelgandan keyin Lushan qabul qilib, mavsum oralig'ida qabul qilgan jamoalari bilan 1-2 tur yaxshi o'ynaydi. 1-2 hafta yaxshi o'ynaydi, keyin ushlab tura olmaydi deb aytgandik, o'sha ko'rsatuvlarimizning birida. Xuddi shunaqa bo'ldi, ushlab tura olmaydi deb. Hozir ikki tomonlama bu yerda, baribir tanganing ikki taraf bor deyiladi-ku, ikki tomondan qarash kerak. Lushanni ham juda bir ayblamoqchi emasman, o'zi natijalar o'zi yomon edi. Lekin bitta narsa, yaxshi zo'r murabbiy borganda mana shu tarkib bilan ham bunaqa yengil yutqazmasdan kurashib yutqazish boshqada. Qizilqumga ham kurashsiz yutqazyapti. Mashal kurashib Okemke bilan, Nasab bilan, Qo'qon bilan 3 ta zo'r o'yin o'tkazdi. Bu o'sha 3 hafta Lushanni yangi borgani, juda qattiqqo'llik bilan ishlagani, futbolchilar ham 11 talikka kirish Mashalda ham og'irda. Chunki atrofda masalan 2 ta 3 ta katta nom bo'lmasa, qolganlar bir xil saviya. Shuning uchun baribir futbolchi 11 talikda o'ynashni xohlaydi. Masalan, bu jamoada ham muammo ko'p bo'lgani bilan mukofot puli berilmasligi mumkin, lekin masalan yaxshi doimiy tarzda o'ynab tursa, oylik maoshlarni vaqtida olayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun futbolchilar o'rtasida ham yangi murabbiyga o'zini ko'rsatish bo'yicha ham ish bo'ladi. Va shu nuqtai nazardan jamoa yaxshi natijalar qayd etgandi. Keyingi o'yinlarning hammasini Xorazmda ham yengil yutqazdi jamoa. Yirik hisob Xorazmda juda yirik bo'lib ketishi mumkin edi. Shuning uchun aytmoqchiman, masalan, solishtirib aytsak, ikkinchi tomoni Lushan masalan Anvar G'ofurovning sharoiti ham Surxon qabul qilganda Mashal bilan solishtirsa bo'ladi-da. Tarkibni masalan juda Mashalda ham yomon emas futbolchilar. Qaytdagi tajribali o'yinchilar ham bor-da. Fayziyev masalan faoliyatida Lokomotivda masalan bir muddat juda zo'r o'ynagan. Keyin legioner bo'lib ham o'sha Malayziyada yaxshi taassurot qoldirgan. Hozir Mashalda himoyada masalan yoki bir terma jamoa yig'iniga ham chaqirilgan hujumchisi bor-ku. Murtazoyev, Humoy Murtazoyev, Sardor Abdurayimov. Sanasangiz bir taxminan 10 ga yaqin tajribali o'yinchisi bor, qo'shilaman. O'sha Abdurayimlar juda ko'p jamoalarda pushkalarda qilgan gollar. Adashmasam Bunyodkorda o'ynadi, Vodiyda o'ynadi. O'sha o'ynagan jamoalar Metallurgda o'ynadi, bilasizmi? Juda ko'pida chiroyli gollar urardi. Xullas, nomdor futbolchilar. Endi bu o'yinchilarni yig'ib o'ynatsa bo'lardi. Yaxshi murabbiy bo'lganda baribir Lushanni qarashlari menimcha Super Ligada o'rta miyona murabbiy. U yomon emas, yaxshi murabbiy. Uzoq yillik agar shartnoma qilsa, yoshlarni qo'shib boradi. Bitta yosh bola chiqib gollar urib qo'shilyapti. O'sha yigit ajab emas. Masalan, katta klublar qiziqishiga tushib, klubini almashtirib, zo'r o'yinchi bo'lib ketsa, unaqa yoshlar menimcha Lushan ishlasa yana bitta ikkita chiqadi. O'sha Lushandan oladigan narsamiz yosh futbolchilar, boshqa narsa emas. Menimcha Mashal natija kutishi menimcha to'g'ri yo'l emas Lushan. Rahmat. Mash'al juda ham murakkab holatda. Lushan 6 ta tur so'ragan ekan. 6 ta turdan keyin men tarkibni aniqlab olaman va to'liq yangilanadi tarkib degan ekan. Demak, 6 ta tur o'tdi. Mash'al jamoasida keyingi turdan ko'ramiz, balkim nimadir o'zgarib qolar.
lekin vaziyat ancha murakkab. Navbatdagi o'yin Qo'qon 1912 Lokomotiv 2-1 hisobi qayd etildi. Qo'qon jamoasi oxirgi uchrashuvlarda ketma-ket ochko yo'qotayotgandi, biroz vaziyatni yaxshiladi va o'z maydonida Lokomotiv jamoasidan ustun keldi. Qaysidir ma'noda temir yo'lchilar ham bu borada raqibga yordamlashib yubordi, sababi Aleksandr Kucherenko avtogol muallifiga aylanib vaziyatni mezbonlar foydasiga yaxshilab bergandi. Biz markaziy o'yinga o'tsak, Nasaf Paxtakor Qarshida bo'lib o'tgan o'yin. Bu o'yindan ko'p narsa kutgandik. Nasaf baribir sekin-sekin o'ziga kelib olmoqda. Yoshlarni qaysidir ma'noda asosiy tarkibga moslab oldi Ro'ziqulberdiyev. Paxtakor esa bu Paxtakor. Chempionlik uchun kurash olib borayotgan. Agar mana shu o'yinda ham Paxtakor ochko yo'qolsa, Neftchi juda katta farq bilan o'zib ketardi. Yakunda 1-2 hisobi qayd etildi. Paxtakor safarda 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Zohir aka, bu o'yin borasida o'sha o'yin kutilmagan gol bilan boshlandi. Birinchi bo'lim teng kurashlar ostida o'tdi deb o'ylayman o'yin. Keyin ikkinchi bo'lim keladigan bo'lsak, keyin ikkinchi bo'lim Nasaf o'sha golni ham urdi birinchi bo'limda, 1-1 chiqib ketdi. Keyin ikkinchi bo'limga keladigan bo'lsa, Nasaf yaxshi qo'shdi chiqqandan keyin yaxshi qo'shdi, vaziyatlar ikkinchi bo'limda urdi Nasaf. Ikkinchi bo'lim boshida urdi Sharof. Boshida. Urdi, keyin yaxshi qo'shdi, ikkinchi bo'limda yaxshi qo'shdi. Nasaf goldan keyin ham vaziyatlari bo'ldi, yaxshi. Zo'r vaziyat. Zo'r vaziyatlar bo'ldi. O'sha vaziyatlarda shunaqa ko'rindiki, Nasaf bu o'yinni yutib ketadigandek ko'rindi. Paxtakor ozgina orqaga chekindi, qanaqadir qarshi hujumlarga o'tishga harakat qildi. Sekin-sekin lekin Paxtakor vaziyat to'g'riladi, nimani hisobiga, o'sha zaxirani hisobiga deb o'ylayman. Agar Nasafni Paxtakor solishtiradigan bo'lsak, Paxtakorning zaxirasi yaxshiroq ishlaydi. O'sha zaxiradan tushgan o'yinchilar tushgandan keyin ancha vaziyatlar paydo bo'ldi Paxtakorda ham. Bu yoqda o'sha Nasafni hozirgi tarkibidan kelib chiqib, endi yoshlar, xohlaysizmi yo'qmi, kuchaytiradigan o'yinchilar nisbatan Paxtakorga nisbatan baribir kamroq edi. Paxtakor tushirgan o'yinchilarga qarasangiz, hammasi o'zi asosiy tarkibda o'ynaydigan o'yinchilar o'zi aslida. Nasafda lider bo'lib yurgan Oybek Bozorov Paxtakorni zaxiradan maydonga tushyapti. Terma jamoaga chaqirib juda muhim gollarni urgan Hojimat Erkinov Paxtakorda zaxiradan maydonga tushyapti. To'g'ri, shu Ro'ziqulberdiyev o'sha tarkib bilan ozroq baribir qiyinchiligi bor ko'rinib turibdi. Birinchi davrada ham qiyinchiliklar bor edi, ko'p o'yinlarda ko'rdik, juda o'yinlar qiyinchilik bilan yutdi, duranglar, mag'lubiyatlar bo'ldi, lekin hozir ko'rinib turibdi, ancha yaxshilab oldi o'sha narsani, chunki buni Ro'ziqulberdiyev bilamiz. O'sha yoshlarni asosiy tarkibga sekin-sekin jalb qilib o'ynatishni biladigan murabbiy. Bu yoqda o'sha hal qilgan narsa o'sha zaxira hal qilib ketdi deb o'ylayman, chunki o'yin juda ham tubdan o'zgarib ketdi, chunki zaxira o'sha o'yin 60-70 minutlargacha Nasaf yaxshi harakat qilyotdi. Keyin sekin baribir xohlaysizmi yo'qmi, charchoq sezildi. O'sha o'yinni kuchaytirish kerak, Paxtakor kuchaytirdi, Nasaf esa kuchaytira olmadi. O'ylashimcha shu tomonlarni Paxtakor yutib ketdi deb o'ylayman. Abdulla aka, sizda qanday fikr? Sharof Muhiddinov Nasafda eng yaxshi bo'ldi. Bu goldan tashqari to'singa tekkan zarbasi agar golga aylanganda tur goli bo'lardi. Sharof zo'r formada ekan kecha. Endi ikkinchi gol, agar ikkinchi zarbasi gol bo'lganda, mavsum goliga da'vogar bo'lardi. Mavsum goliga da'vogar uzoqdan, yana kuchli zarba bilan. Yana bir 2-3 ta futbolchi Sharof darajasida o'ynaganda durang o'ynab qo'yardi. Qo'shilaman 100%, zaxira torligi Nasafga pand berdi. Ro'ziqulberdiyev kuchli murabbiy ekan. Buni tarkib juda nima deydi, hozir Nasafni so'nggi yillardagi mavqeidan, darajasidan kelib chiqadigan bo'lsak, Nasafga yarashmaydigan tarkib qolib ketdi-da. Juda bir qanaqa ta'riflasa bo'ladi? Nasafni hozirgi tarkibi endi mukammal emas deylik. Nasaf nomiga mos emas deylik. Futbolchilari mos, lekin kam. 18 ta raqobatda turadigan, 22 ta raqobatda turadigan futbolchisi yo'qda. Mayli, bitta tarkib deylik. Bitta tarkib. O'sha futbolda zaxira baribir mavsumiy musobaqada bu kerak.
lekin Nasaf bu o'yinni ham, qolgan o'yinlarni ham, OKMK bilan o'yinni masalan o'sha sharhlagandan keyin o'zi mavsum davomida Nasafni 2-3 ta o'yinni sharhlab, turli hamma jamoada sharhda payti baribir yaxshiroq ko'rasiz-ku. Shunaqa fikrim o'zgardi. Nasaf potensial juda kuchli jamoa, faqat zaxirasi tor jamoa. O'sha ip yecholmay qoldi-da, yaxshi o'ynagan jamoalar Nasaf oldida. Nasaf kombinatsion o'yinni, Nasaf o'yinni o'ldirishi. Nasaf umuman zamonaviy futbolda murabbiy qo'yib beradigan o'yin bilan o'ynay oladigan jamoa ekan Nasaf. Nasafda himoya masalan shuni kutib olib oddiy o'ynayapti. Futbolchilar masalan ortiqcha yugurmasdan ham o'yinni boshqaryapti. Mana Paxtakor bilan ham shunaqa jamoa yaxshi o'ynadi. Paxtakor shu zaxira evaziga yutib ketdi deb o'ylayman bu o'yinni. Keyin Paxtakorda baribir ikkita Buxoro bilan o'yin, undan oldingi Andijondagi durangda elit Chempionlar Ligasiga o'tib olish uchun futbolchilarning o'y xayoli, murabbiylarning o'y xayoli o'sha o'yinda ekanda. Al-Husayn bilan o'yinni o'ylab ikkita o'yinni qurbon qilib yuborgan ekan Paxtakor. Baribir bu narsa sezilar ekan. Siz o'zi sportda bu narsa bor-da. Oldinda turgan bir og'ir, eng muhim o'yin soyasida qolib ketadi boshqa o'yinlar. Ichki chempionatda o'sha ikkita o'yin o'sha Al-Husaynning soyasida qolib ketdi. Al-Husaynni ishonchli tarzda yutgandan keyin Paxtakor endi masalan Nasaf mayli zaxirasi tor ekan, Neftchi bilan o'ynaganda ham yaxshi o'ynashi, yaxshi natija qayd etishi mumkin edi bu turda. Shuning uchun juda zo'r kayfiyat bilan Qarshiga borib 3 ochkoni qo'lga kiritib qaytyapti Paxtakor. Nasaf urgan degani Paxtakor yana urishi mumkin edi. O'yin shunaqa ssenariysi butunlay o'zgarib ketadigan o'yindagi ko'rinib turgandi. Paxtakor chunki javob golidan keyin qo'shib ikkinchi golni uryapti. 2-2 bo'lganda 3-golni ham urishi mumkin edi. Shuning uchun bu yerda Nasafning mavsumga baribir endi transfer oynasi yopildi. Bu tarkib bilan medallar uchun kuchi yetmaydi deb o'ylayman. Lekin baribir murabbiy mana shu jamoada yaxshi futbolchi tayyorlab berishda davom etsa, juda ko'p fikrlar yangradida Berdiyev atrofida. Masalan, bizga ham juda ko'p muxlislar ham aytishadi, ba'zi mutaxassis futbolchilar ham masalan Berdiyev yillar davomida ishlayapti. Berdiyev masalan doim ommaviy axborot vositalari Berdiyev haqida faqat plyus, ijobiy fikrlar aytasizlar. Aslida natijaga qarang, futbolchilar saviyasi zo'r tushgan yillar juda ko'p. Bunaqa imkoniyat berilsa hamma ham shunaqa jamoa qilish mumkin deb. Men qo'shilmagan bo'lardim. Chunki bu alohida bir bahsli mavzuda va bu bahsli mavzuda Berdiyevni baribir kuchli mutaxassis deb bilaman. Chunki bir paytlar Zohir Dilshod Rahmatullayev degan o'yinchi bo'lardi. Lokomotivda o'ynagan, Paxtakorda ham o'ynaganmi? Nasafda faoliyatini yakunlash arafasida o'ynadi, ko'p jamoalarda o'ynagan. O'sha o'yinchi faoliyatini yakunlashda ham Nasafda pikiga chiqdi-da. Aytmoqchiman, mana Sidiqov ham Nasafga kelsa hamma uchun kerakli o'yinchi, gollar uradigan, o'sha uni paslarini, uni o'yinni hamma muhokama qiladigan, lekin oxirgi marta Sidiqovni qachon gapirdik? Masalan, Nasafdan ketgandek gapirmadik. O'sha Bahrom Abdurayev ham shunaqa bo'ldi-da. Nasafda u terma jamoaga nega chaqirilmaydi deb hamma muhokama qilardi. Nasafdan ketib Paxtakorda zaxirada muzlab qoldi. Keyin ketib mana tugatib ham yubordi. Pro ligalarda ham o'ynadi. Boshqa o'yinchilar ham shunaqa. Demak, Berdiyev baribir o'rtacha o'yinchini ham potensialni ochib, yaxshi o'ynatadigan murabbiy. U futbolchini darajasidan yaxshiroq o'ynatadigan mutaxassis o'zi yaxshi murabbiy, yaxshi mutaxassis. Shuning uchun Berdiyev o'ylayman, hozir qo'shilayotgan yoshlarni ham yaqin yillarda yaxshi futbolchi qiladi. Ularni men juda zo'r o'yinchiligiga masalan taxminan aytishim mumkin, shubham bor. Lekin Berdiyev qo'lida ishlab o'ynasa, ular ham yaxshi o'yinchi bo'ladi. Rahmat. Uchrashuv haqida, Ro'ziqul Berdiyev haqida ko'p gapirdingiz. O'zi ham yaxshi tushuntirish bergan ekan. O'yindan keyingi matbuot anjumanini keling tomosha qilsak. Bugun ozgina omadimiz kelmadi desam ham bo'ladi. Chunki o'yinga e'tibor qaratsak, yutqizishga munosib emas edik menimcha. O'yinni biz hayajon bilan, xato bilan boshladik. Shunga qaramasdan ikkinchi bo'limda biz tashabbusni o'z tarafimizga ag'dara oldik, gol urdik. Lekin Paxtakor jamoasining zaxirada tushgan o'yinchilari albatta o'yinda bugun o'zgartirib yubordi. Menimcha fikrim shu. Menimcha Alibekning xatosi ko'proq, chunki har qanday holatda ham u birinchi to'pda edi.
boshqaroq qaror qilsa ham bo'lardi. Mayli agar uzoqroq to'pda yoki darvozani ustidan qiyin vaziyatda edi, darvozani ustidan tepib yuborsa bo'lardi yoki uzoqroq boshqacharoq harakat qilsa bo'lardi. O'sha uchun bu yerda ko'proq Alibekda pozitsion xatosi emas, o'sha texnik xatosi bo'ldi deb o'ylayman. Lekin Alibek yaxshi o'ynadi bugun. Menimcha boshidagi hayajonni hisobga olmasak, jamoaga yordam berishni juda ham xohladi. Yigitlarga albatta minnatdorchilik bildirish kerak. Bugun borini berib harakat qilishdi. Stadionga kelgan muxlislarimiz yo boshqa joydagi muxlislarimizni xursand qilish uchun. Lekin albatta bugungi Paxtakorda o'yinchilarning darajasi yoki tarkibi yoki ikki tarkib borligi albatta bugun ularga katta ustunlik berdi. Bilardik qiyin o'yin bo'lishini. Nasaf har doim kuchli raqib bo'lib kelgan. Bugun nima desak bo'ladi? O'z darajamizda o'ynadik. O'z imkoniyatlarimizni golga aylantirdik, g'alabaga qozondik. Ikkinchi planda o'ynashimiz reja yo'q edi. Endi baribir Nasaf bilan ochiq futbol o'ynab bo'lmaydi. Raqobatga olib kelmaydi. O'shanga yaxshi himoyalanib, yaxshi vaziyatlar yaratib, gollarni urdik. O'zimiz imkoniyatlardan foydalandik. Mana shunday fikrlar Kamoliddin Tojiyev va uning murabbiylar shtabiga ham savollar oxirgi o'yinlardan so'ng ko'paygandi. Paxtakor ikkita katta o'yinda g'alaba qozonyapti. Elit Osiyo Chempionlar Ligasi final bosqichiga yo'l oldi. O'sha o'yinida Iordaniyaning Al-Husayn jamoasini mag'lubiyatga uchratib, ishonchli hisobda mag'lubiyatga uchratdi va prinsipial raqobatda mehmonda Qarshida Paxtakor Nasafdan ustun keldi. Mana shu ketma-ket ikki g'alaba Paxtakorda niyatlar va maqsadlar jiddiy ekanligini ko'rsatdi va jamoaning kuchini ham qaysidir ma'noda ko'rsatib qo'ydi. Xullas, Paxtakor hali kurashda. 17-tur uchrashuvlari shu tariqa ortda qoldi. Natijalarni yana bir marta yodingizga solib o'tamiz. Surxon So'g'diyona 1-3, Andijon Neftchi 0-3, Buxoro OKMK 2-0, Navbahor o'z maydonida Bunyodkorni mag'lubiyatga uchratdi 4-3, Dinamo Xorazm 2-2, Qizilqum Mash'al 2-0, Qo'qon 1912, Lokomotiv 2-1 va turning so'nggi bahsida Paxtakor mehmonda Nasafdan ustun keldi 2-1. Musobaqa jadvalida ayni vaqtda Neftchi yaqqol yetakchi bo'lib turibdi 42 ochko. Ikkinchi o'rindagi Paxtakorda 38 ochko, 4 ochkolik farq hozircha saqlanib qolmoqda. Navbahor 3-o'ringa ko'tarilib oldi 31 ochko, Buxoro 4, OKMK 5-pog'onada. Jadvalning quyi qismiga e'tibor qaratsak, Qizilqum, Bunyodkor, Surxon, Qo'qon 1912 jamoalari xavfli hududda, Mash'al esa eng so'nggi 16-o'rinda qolyapti. Mash'al hisobda bor yo'g'i 4 ochko bor. Oldinda bizni 18-tur o'yinlari kutyapti. Bu turda zo'r markaziy raqobatlar bor. So'g'diyona o'z maydonida Qizilqumni qabul qiladi. Bu o'yin 18-avgust kuni bo'lib o'tadi. Shu kuni shuningdek Buxoro va Neftchi raqobat ham o'tkaziladi. 19-avgust OKMK Dinamo, Mash'al Andijon, 20-avgust kuni bo'lib o'tadigan o'yinlar Bunyodkor Qo'qon 1912, Xorazm Lokomotiv. Tur 21-avgust kuni yakuniga yetadi. Navbahor Nasaf, Paxtakor Surxon uchrashuvlari orqali. Demak, oldinda kutayotgan o'yinlar haqida so'rab ketmoqchiman. Markaziy o'yinlar bor. Dast avval Buxoro Neftchi haqida. Bu o'yindan nima kutsak bo'ladi, Zohir aka? Bu o'yinda o'ylashimcha muxlislar bor o'yin bo'ladi. Buxoro ko'rib turibmiz, har bitta jamoaga bosh og'rib bo'lyapti. Ham hozir tepa o'rinlarga harakat qilyapti, o'z uyida o'ynaydi. O'ylashimcha Neftchi mana shu o'yinda ochko yo'qotadi deb o'ylayman. Taxminimcha, chunki Buxoro juda ham tartibli, yaxshi o'yin o'tkazyapti hozir. Abdulla aka, sizda? Juda turning eng asosiy o'yinlaridan biri. Yaqindagina o'zi Istiqlolda oson bo'lmagandi Neftchiga. Xulosalar chiqargan Neftchi birinchi bo'lib gol o'tkazib yubormaslik rejalarini ham tuzadi. Vaqtini kutib o'ynaydi. O'zi sekin-sekin moslashish kerak. Faqat birinchi raqamda emas, vaqtini kutib, oxirgi 10 daqiqami, 20 daqiqa uchun ham o'sha borini tashlab, menimcha bu yerda Ismoilov ham rejalar bilan keladi. Baribir qanchalik Buxoroni jiddiy qarshilik ko'rsatmasin, men kichik 52-48 bo'lsa ham Neftchining imkoniyatini yuqori baholayman. Tarkib e'tibori bilan. Futbol shunaqada va bu yerda Neftchi yutib ketsa kerak kichik farq bilan deb o'ylayman.
Rahmat. Zo'r o'yin bo'ladi, bu aniq. Siz bu o'yindan qanday natijalar kutasiz? Futbol TVning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida yozib qoldiring. E'tibor qaratamiz, albatta ko'rib chiqamiz. Yana bir o'yin bor. Katta murabbiylar raqobati. Vadim Abramov, Mirjalol Qosimov maydonida mehmon bo'ladi. OKMK Dinamo raqobati. Bu o'yin OKMK uyda o'ynashini hisobga olib, endi 50-50 desa ham bo'ladi, lekin baribir ozgina 1% bo'lsa ham OKMKga ozgina imkoniyat beraman, chunki o'zi uyda baribir jamoa boshqacha o'yin ko'rsatadi. O'ylashimcha OKMK kichik hisobda g'alaba qozonsa kerak deb o'ylayman. Abdulla aka, Zohir OKMK libosida o'ynaganda o'sha futbolka ko'rmadi. Yani menda o'zi baribir bu o'yinda gollarga boy o'yin kutyapman. Masalan, katta vaqt Samarqand yutishi mumkin, lekin yakunda OKMK yutadi deb o'ylayman. OKMK o'z an'anasiga sodiq qoladigan jamoa bo'ladi bu o'yinda. O'zi Qosimov va Abramov qarama-qarshiligida 5 yillik statistikada ham Qosimov yuqoriroq. Bilmadim, o'sha Abramovning uslubini yaxshi o'zlashtirgan murabbiy va OKMKning imkoniyatini yuqori baholayman bu o'yinda. rahmat. Qisqacha bu so'nggi juftlik markaziy maqomidagi Navbahor Nasaf. Kapadze Berdiyevga qarshi. Navbahor Nasaf. Bu ham bu vaziyat ham xuddi shunaqa desa bo'ladi. OKMK Dinamodagi vaziyatga o'xshagan. Endi o'zi bunday qarasangiz jamoalarni hozirgi ko'rsatgan futbolchilarimizdan kelib chiqsak 50-50, lekin o'sha Mezbonga. Mezbon baribir xohlaysizmi yo'qmi, muxlislar qarshisida qo'shimcha kuch bo'ladi deb o'ylayman. Baribir 1% ga bo'lsa ham ko'proq Navbahorga bergan bo'lardim imkoniyat. Abdulla aka. Qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Juda kichik farq u ham o'sha muxlislar faktori bilan Navbahorda. Xullas, 18-turda har bir o'yin o'ziga xos. Biz hozir to'xtalib o'tmagan bahslardan ham o'ziga xos intrigalar topishi mumkin. Zerikib qolmaymiz, tomoshabob o'yinlarni siz 18-turda Futbol TV va Sport telekanallarida tomosha qilishingiz mumkin. Bizga ajratilgan vaqt yakuniga yetib bormoqda. Zohir aka, Abdulla aka, tashrif uchun alohida rahmat. Bizni futbolning navbatdagi soni yakuniga yetib bormoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.